Do'stlarim, bizda yana qadrli mehmonimiz Ma'murjon kelganlar. Bular bizdan 2 yil oldin Uzi apparat olib ketganlar. Hozir apparatlarni yangiladilarda va mana RKF T1 degan Uzi apparatni qilib berdik. Bu mahsulotimiz qanday bo'ldi rezultatlar? Ishlatdik Результат zo'r, rezultat вообще, Четко. вообще от души, Adisha. от души. Rahmat kattakon. Tojikiston Respublikasi G'uncha tumanidan ekanlar. G'uncha rayon. Bizda Tojikistonga ham xudo xolasa ertadan keyin Qozog'istonga ham bir apparat yetkazib beramiz xudo xolasa. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, garantiyalarni qilib beramiz. Servis xizmatlarini bajarib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz omoningiz sog' bo'lsin. Uzi qilish qancha? O'zi qilish tojik puliga 100 somon. Mol uchun. Demak, tojik 100 somon bo'lsa, bizning pulga 120 ming so'm bo'ladi. O'tlarniki endi masofaga qarab zo'roq bo'lsa, Pulning o'rtachasini ayting. o'rtachasi 250 somondan 300 somongacha-da. Bitta 250-300 somon bo'lsa, bu degani 350-360 ming degani. Shunday atrofda bo'ladi. Normal ishlar. Yaxshi. Boramizmi deyman mana. Sekin. Billa ishlaymiz. Bizlarda vodiyga qarab borsa 20 mingga tushib ketgan. Buyog'i Sirdaryo o'rtada turibdi-da, Samarqandga qarab ketsak, u yerlar ham sekin tushib ketgan. Sizlarda lekin количество ko'p-da. Ana aholi ko'p deb. Aholi ko'p-da. Odam o'shanga yarasha-da. Misol bizda men bir oyga 10 ta o't qilsam, siz bir oyga 50 ta o't. Yo'q, mendan rekordni zo'r urgan bor. Samarqand Kattaqo'rg'onda Humoyun degan shogirdimiz bor. Kangsi 5600G modelini olib ketgan. Hozir ular batareyka ham zakaz qilgan. Xudo o'zi zakaz qilganmiz batareykalarni. Bir kunda 100 ta o't dedimi? 150 ta o't ko'rdim dedi-da. So'qqani tasavvur men 6 yil o'zini ishlatgan bo'lsam, agar o'sha 6 yil ichida yiqqan otlarni shu 100 taga yetib bormaydi-da. U bola bir kunda urib tashlabdi-da. Men ham shu 2 yil ichida shu 10 ta yo 20 ta ot ko'rganman. Ko'rganman. 2 yildan beri. 2 yildan beri. Ha. Video tashlading-ku, aka ko'ring deb. Bilaman lekin. Kam. Do'stlar, mana Tojikiston do'stimiz bilan mana hamsuhbat. Mana ularda ham narx-navosi bizdan qaraganda sal qimmatroq. Sababi ularda chorva, demak, normal ekanda. Bizga endi buyog'i vodiydan tushib ketgan, narx Sirdaryoga unday chiqqan, keyin pastga tushgan, Jizzaxda Samarqandga ko'tarilib, Qoraqalpoqqa ko'tarilib boryapti-da. O'shanda sen ham yaxshi, konkurenting yo'q. Konkurent hozircha Bitta tumanda yo'q. Yo'q. Yo'q-a? Bizda zo'r, bitta shaharning o'zida 5-6 ta bo'lyapti. Tuman ham kichikroq tumanda, Tojikiston o'sha qanday bitta rayonda, bitta Sirdaryo tumanida, shaharda endi. Aholisiga nisbatan. Masohati kattaroq bo'lsa ham aholisi misol bitta shahardaydi. Kamroq ekanda. Qachon boraylik biz? Hozir ketamizmi? Aha, u o'rgatish shart emas bunga. Hozir borib bitta mozgunda tekshirtirib bir ko'rsatamiz. Sababi narigi apparati RKF 06V modeli edi. Endi buni bitta ko'rsatib beramiz, shu bilan jo'natib yuboramiz. 2 yildan tajribasi oshgan. Faqat bir funksiyalarni to'g'rilab, mikrofkalarni qilib beramiz. Shunday apparatlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin. O'rgatganda 2 yil qanday o'rgatgan bo'lsa, o'shanday ishlayapsan, malades. Opit katta ekan. 2 yil unutganman men. Hech narsa yo'q. Bir pastga tashla. Mo'ningiz bir hafta oldin bu qatalar bo'lgan. Bir hafta oldin bu qatalar bo'lgan. Ko'rdingmi? Ustoz, mana shogird, jo'ningdan. Mana bir hafta oldin talab bo'lganini aytyapti. Bu talab bo'lganini. Bir hafta 10 kunga jar beraman. Qanday o'rgatganman senga? Telefon orqali ham? Telefon orqali. Onlayn. Do'stlar, shuning uchun o'rganaman degan odamga farqi yo'q. Onlayn dars bo'lgan. O'zi ham qolganiga boraylikchi.